parkda oldiga kelganman. Shunday park bilan yon boshida mana shu 3 qavatli domimizda birinchi qavatida bir xona yangi remonti bilan ichidagi yangi jihozi bilan uyimiz sotuvga qo'yilyapti. Bu uy oldin sotuvga qo'yilgandi. Men bu uyning narxini 30 ming deb aytgandim. Hozir egalariga pul yonib yotgani uchun uyning narxini yaxshiga narxga tushirgan. Uyning narxini oxirida aytib o'tib ketaman. Ungacha sizlar o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada qoldiringlar. Uyning narxi qanchaga tushgan. Hozir uyni yana bir obzor qilib ko'rsataman. Uyimizni ko'rsatishdan oldin yana bir narsani aytib o'tib ketay. Mana hozir uyimizda domimiz ustiga bazalt ishlar qilinyapti. Qishda issiq, yozda salqingina bo'lib turadi. Park oldlaringda. Boy aka mana uyimiz yana bir marta ko'rsatyapman. Kirib kelishimiz bilan uy yangi remont qarang. Eshigigacha hammasi yangi. Mana bu koridorchasi. Mana bu yoqda общий санузел, dushovая kabina, hojatxona. Hamma narsa yangi. Hali hech kim bu uyda yashamagan. Даже uyimizning mana etiketkasigacha stuldiki olinmagan. Mana bu yoqda etiketkalar turibdi. Bu kuxnyasi, hamma narsa yangi, mebellargacha yangi. Mana bu yoqda duh kontur kotyoli, issiq suv, sovuq suvdan umuman muammo yo'q. Mana kir mashinkasi bor. Artel choynaklargacha qo'yib qo'ygan. Mana shu kuxnyada nima ko'rgan bo'lsang, hamma narsa qoladi. Mana bu yoqda холодильник bor, mikrovolnovka bor, oynalar plastik qilingan, issiq suv, sovuq suv, отопление, hech qanaqa muammosi yo'q. Mana bu zal. Mana stroyni shkaflar qilib qo'ygan. Uyimiz juda ham chiroyli, yorug', mana yangi spalni qo'yib qo'ygan, yangi televizor, yangi konditsioner. Xullas, uyning ichida hamma narsa yangi. Yosh oila uchun ideal variant. Narxini endi eshitdinglar, 31 mingdan egasi qanchaga tushganini. 26 ming dollarga tushyapti. Yana o'tib beraman deyapti sunnatiga. Pastda o'zim raqamni qoldiraman, menga telefon qilsalaring, egasini uchrashtirib qo'yaman. Savdosi halol bo'ladi, shoshilinglar. Bunaqa narx parkda oldi yo'q. Ko'rishguncha.